Madridistlar kechiga g'alaba bilan sizlarni tabriklayman. Real Madrid sevimli jamoamiz bir kishi kam bo'lib turib, Fransiyaning Marsel klubini 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Chempionlar Ligasi birinchi turini yutib oldi. Xudoga shukr, endi keyingi turlar sekin-sekin raqiblar qiyinlashib boradi. Qayratdan keyin o'sha yog'i Liverpool, Juventus, Manchester City sekin-sekin ketaveradi. Endi qaranglar, bitta savol, negativlarga, ayrim bir tupoylarga savol. Futbolda penalti nima degani? Bu narsa futbolning qoidasi. Qoida buzilgandan keyin 11 metrdan zarba berishga ruxsat beriladi. Agar futbolda penalti yo'q deb o'ylaversanglar, futbolda penalti yo'q biz uchun desanglar, yuringlar o'sha chirigan miyanglar bilan penaltikos, Var Madrid, sudim deb urib. Hozir meni kulgimni histatgan narsa, kecha ko'rdinglar, birinchi penaltida Rodrigoga qanaqa foul ishlatilganini. Oyog'ini shlagbaundga o'xshab tiqib, boltaga o'xshab chopdi Rodrigoni. Xuddi shu vaziyatda ayrim bir tupoy Barselona muxlisi o'tgan mavsumdagi El Clasico'dagi foul bilan taqqoslashtiryapti. Copa del Rey finalida esinglarda bo'lsa, Raul Asensio Rafinha bilan to'qnash keladi. Raul Asensio Rafinhani mana Getrisini ipiga bunda tegmagan bo'lsa ham, Rafinha simulyatsiya bilan deb aktyorskiyni yoqib yiqilib oladi jarima maydonchasiga. Mana o'sha videoni qo'yib beraman. Yaxshilab ko'ringlar. Maksimalni sekinlashtirilgan kadrda qo'yib beraman. Shu yerda Raul Asensio teganmi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Qaranglar. Birinchi o'zidan oldin chap oyoq ketyapti. O'shani men yiqilishim kerak degan miya borda o'sha Rafinhada. Ketdi, mana qaranglar. Qani bu yerda tegani? Qaysi bet bilan shu vaziyat bilan kechiga Rodrigoga ishlatilgan foulni taqqoslashtiryapsizlar? Jinni bo'lib qolganmisizlar sizlar? Tom joyidami yo ketganmi bilmayman. U o'z videoyimni egasi biladi kimligini. Men hozir gapirib o'tirmayman. Tekin reklama qilib o'tirmayman. O'zi prekrasni biladi. Sizlar ham bilgan bo'lsanglar, kommentariyada atmetga qilib ketaveringlar. Xullas, jigarlar asabi bizmizda hammasi chotki ketyapti. Chempionlar Ligasini g'alaba bilan boshlab oldik. La Ligada birinchi o'rindamiz. Undan keyingi o'yinlarga xudo xolisa tayyorgarlikni ko'radi jamoamiz. Undan keyingi uchrashuv 20-sentyabr kuni soat 19:15 da La Liga doirasida Espanyolga qarshi bo'ladi. Kataloniyada etudimi 3 ta qo'y klublar bor. Bittasi Girona, bittasi Barselona, bittasi Espanyol. O'sha 3 ta qo'ydan bittasini qabul qiladi Real Madrid. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar.